Virtual kartalar nima va ulardan qanday qilib to'g'ri foydalanish mumkin? Ularning an'anaviy bank kartalaridan farqi nimada? Virtual kartalar bu tijorat banklari va to'lov tashkilotlarining elektron kartalari bo'lib, aynan internet orqali xaridlarni xavfsiz amalga oshirish maqsadida yaratilgan. Virtual kartalarning an'anaviy kartalardan yagona farqi ularni qo'l bilan ushlab bo'lmasligida. Virtual kartalarni qayerda va qanday ochish mumkin? Virtual kartalar bank va to'lov tashkilotlarining onlayn interfeyslari yordamida ochiladi. Mobil ilovalari Telegram bot orqali. Virtual kartalarni ochish uchun siz identifikatsiyadan o'tgan mijoz bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'z hisob raqamingizga ega bo'lishingiz va mobil ilovada ro'yxatdan o'tishingiz zarur. Virtual karta ochishga ariza qoldirganingizdan so'ng qisqa muddat ichida sizga virtual karta ma'lumotlari, karta raqami va SVS kod ma'lum qilinadi va siz ulardan onlayn xaridlar amalga oshirishda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi kunda tijorat banklari va to'lov tashkilotlarining mobil ilovalarida virtual viza kartalarini ochish imkoniyati mavjud. Bu shuni anglatadiki, siz ma'lum xarid uchun virtual karta yaratishingiz mumkin va kimdir uning ma'lumotlariga ega bo'lsa ham sizning asosiy kartangizdagi mablag'lardan foydalana olmaydi. Virtual kartalarning qulayligi nimada? Xavfsizlik. Virtual kartalar internet orqali to'lovlarni ishonchli va sinalgan usulda amalga oshirish imkonini beradi. Tezlik. Virtual kartalar banklar va to'lov tashkilotlarining onlayn interfeyslari, mobil ilovalar yoki Telegram bot orqali qisqa muddatda ochiladi. Qulaylik. Virtual kartalarni bankka bormasdan ochish imkoniyati mavjud. Virtual kartalar yordamida nimalarga to'lov qilish mumkin va qanday? Virtual kartalar orqali siz quyidagilarni amalga oshirishingiz mumkin. Istalgan veb-saytlarda onlayn xaridlar qilish, pullik xizmatlarga obuna uchun to'lov qilish, pullik funksiyalarini xarid qilib, mobil ilovalaringiz yoki shaxsiy kompyuteringizdagi dasturlar imkoniyatlarini kengaytirish. Bank kartasi ma'lumotlarini talab qiluvchi servislarda ro'yxatdan o'tishda virtual kartalardan foydalanish, konvertatsiya va pul o'tkazmalarini amalga oshirish mumkin. Unutmang, virtual bank kartalaridan naqd pul yechib olish va terminallar orqali xaridlar uchun to'lov qilish mumkin emas. Xayr, salomat bo'ling.